Hürmetli tabiplerler, Merhaba Katılyan Bazarcılar Başkanı Sorumluları İzzet Özbek'in Mürmüslerden nöbetlerin şoşumuzu bir ikinci devre bugün şoşumuz koltukluslarla Hürmetli Prezidentimizin Merhaba Tizim boyunca bilgin topraklar icrası boyunca sizlerle nöbetleri okuyup tutmuz. Mesela şu mahsulatlarımız var, şu mahsulatlarımızı Tanıştırma ötürü olmasam 312. sanımda kararımız var bize. 7. sentyabrda 2024 yılda tasdiklanan kararımız var. 100 milyon so'mgacha kaybesiz yani garovuz beriladi. 300 milyon so'mgacha garov bilan beriladi. Ayollar 18%dan, erkaklar 20%dan beriladigan kreditimiz var 312. sanımga qarshi. Keyin mahalla loyihasi kreditimiz var. Bu kreditimiz Mahalla Hasbiyet 50 milyon so'mgacha 60 ay muddatga 24 ay imtiyozli davr bilan 2 yil imtiyozli davr bilan 5 yil muddatga ajratiladi. Keyingi mahsulotimiz biznesga ko'mak krediti bor 17 milyon so'mgacha 48 ay muddatga 6 ay imtiyozli davr bilan ajratiladi. Endi sizlardan bu savollarınız bo'lsa qiziqtirgan Oğul qiynab turgan muammolarimiz, masalalarimiz bo'lsa, bemalol tartibma ishlarimiz mumkin. Savollarınız bormi? Ha, berasan. Şu faizsiz kredit degan nima u? Qanday kredit? Endi shu faizsiz kreditimiz hozircha yo'q bizlarga nazarga. Xudo xolasa, endi bilmayman, toza yo'ldan ochiladi degan gap so'zi bor. Xudo xolasa, ochilsa masalasi yo'q. Lekin faizsiz kredit emas, u suvda bo'lishi mumkin. Suvda, hokim yordamchilari tomonidan beriladigan suvda bo'lishi mumkin. 100 milyon so'm. Shu muddatga beriladi. Ya bu foiz bormi? Ayol kishilarga 18%dan, xotin erkaklarga 20%dan beriladi. Yuridik shaxslarga. Necha yil? 7 yilgacha beriladi, 7. Jismoniy emas bu, yuridik shaxsga bu. Jismoniga bor 5 yilgacha 50 million so'mgacha bersak bo'ladi. Kapa, kafil, sepil, mana 50 million so'mgacha bo'lganda 2 kafil bilan beramiz. 17 milyonluk kreditimiz 10 sug'urta bilan bersak bo'ladi kafil. Masalasi yo'q. Hozir 100 milyonlikqa nima bir narsa kafil qo'yish kerakmi? Buna sug'urtani nechasini bo'ladi? Sug'urtani kafillik asosida beriladi. Yana kimda qanday savollar bor? Bo'lsa, 50 millionlik jismoniy shaxslarga beriladi. Havo beriladi. Masalasi yo'q. Kredit karta orqalimi? Bizga bo'lingan 9 mahalla bor-da. Havo. Shu 9 mahallaning ichida bo'lsa beriladi, masalasi yo'q. Do'stlik mahallasidan. Yo'q, do'stlik mahalla bizlarga emas. Bu xalq banki biriktiriladi. Xalqqa bilan. Havo. Bizda Noro'z bor, bu yerda sentrda bo'lgan. Qag'anonatda qishloqda hududlarimiz bor. O faizlama bu? Havo. 20% deb. 24%. Hozirda kredit bo'lsa da beriladimi? Endi agar kredit tarixini o'rganib ko'ramiz, kredit tariximiz normal bo'lsa, shunga qarab beramiz. Kredit tarixini qaraymiz. O mahallasiz boshqa berilgan kreditlar yo'qmi? Jismoniy shaxslarga. Jismoniy shaxslar şu anda 2 kreditimiz bor. Qanday? Birisi 50 million so'mgacha, birisi 17 milliongacha. 17 milyon so'mgacha chiqib 17 million so'mgacha sug'urtani kafilligi bilan beramiz. Bunga hech qanday kafil emas. Yo'q. Lekin odam shu sharti bor, faqat bizlarda Agrobankda biriktirilgan mahallalarda bo'lishi kerak. 9 mahalla bor-da bizada. Shu 9 mahallaning ichida bo'lsa beramiz masalan. Shu chatoqanda onun boshqa mahallalar. Shu sentrdikidan. Yo'q, sizlar mahalladan bo'linganlar bor. Banklar bor o'zi. Masalan, xalq banklari, Mikrokrediit bor, Turon bank bor, shular berishi mumkin. Bizga lekin Noro'z mahallasi bor, Noro'z mahallasini berib bilamiz bemalol. Yosh chegaralanganmi? Yo'q. Endi deb pensiya bo'lmasa kerak. 60 yoshga to'lmagan bo'lishi kerak-da. Pensiyalarga lekin berolmaymiz. Davlat nesida aytib, 65 gacha beriladi. Shu deganda nimaga 5 yilga beriladimi? Ya, buni past kredit 100 millionga aytadimi? Qaysi masalan, qaysi 50 millionga qo'yib turibsizmi? 50 milyon, 30 milyonlik ya iste'mol deyman bir narsa kreditlar bormi? Havo, lekin kafilligingizni ishtasiz. Kafilligingizni 2 yosh qo'yib berasizmi, shidon? Ha, kafilga. Havo, 50 million bo'lsa kafil kerak, ahli ishni odam kerak, to'g'rimi? Kafillar ham kredit olmagan bo'lish kerak. Havo, toza bo'lishi kerak. O'rganib ko'ramiz, lekin.
Kredi tarihi. Hiç ödeşlerini sağlaş mümkün emas mi? Bu işsizlerde bir lafon kredit bu. İşsizlerde işli kılıç maksadında bir lafon kredit bu. İşli para verirler. İşli yekten de Ramazan'da. Doğru, kefir. İşli ikiye bu da olmuş. Oo. Şimdi yerim. İşlenme kefir bulamayıp da o. Şimdi karar olan istersen. Kim diyene kalmış Allah'a? Sağlar yok. Mesela hem memleket tarafmaz. Yaxşı. Sağ olun. Sağ ol.